Traktor bosib ketgan 12 yoshli Muhammadjonning qornidan 1,5 kilo iring chiqdi. Buxorolik 12 yoshli Muhammadjon ikkita tilichkani orasiga osilib, traktorda o'sha tilichkasini tagiga qo'yib ketadi. Oxir oqibat jigari va o'pkasi, qorni qismi barchasi ezilib, og'ir holatda xonaga yetkaziladi do'stlar. Hozir qornini yorib, bolacha 4 marta operatsiya bo'lgan va qornidan har kuni yorib iring olyapti do'stlar. Qornidan 1,5 kilo iring chiqqanini aytishyapti. Iltimos, Alloh uchun Ramazon oyida turibmiz do'stlar. Bu videoga befarq bo'lmang. Bu videoga maksimal darajada 100 mingta, 200 mingta like yig'ilmasa, bir natijaga erishishimiz juda ham qiyin do'stlar. Iltimos, Ramazonda sababchi bo'laylik. Mayli qurbingiz yetmadimi? Bu videoga like bosib, yaqinlaringizga tarqatib yuboring. Eng muhimi, repost qiling do'stlar va kommentariyaga Alloh shifo bersin deb haqqiga duo qiling. Sizni duoyingiz tufayli, mana shu videoni tarqatganingiz tufayli mana bu bolajon shifo topib ketsa, juda ham katta ajrga ega bo'lasiz do'stlar. Ro'za Ramazon oyida Allohimdan yaxshiliklaringiz Allohdan qaytsin, Allohim shifo bersin endi o'g'limga, Allohim. Iltimos vatandoshlar, shu bolajondan asrab olaylik, yashab ketishi uchun sababchi bo'laylik.